Yana bitta chiroyli xonadonimiz topib qo'ydik. 13 ta xonasi bor. Gaz, suv, svetlardan muammosi yo'q joydan. Bunaqangi aylan atrofi uy qilib solingan, 2 etaj qilib solingan 13 ta xona, 3 ta sanuzelli Batstroydan sizga chiroyli xonadon topib qo'ydim. Siz bilan bitta video obzorini ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosiy darvozadan kirishimiz mana shunaqangi uzun, yopiq garaj qilingan. 3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu xonadonimizning oldida o'zini zaxavat yeri ham bor. Gulzor qilib qo'yishgan, tepasini o'rab qo'ysangiz, bitta garaj bo'ladi. Xo'p, kirdik. Kirishimizga mana bu yerda so'riladi qo'yib qo'yilgan oilaviy o'tiradigan joy qilinsa, bitta oilaviy ovqatlanib o'tirgani, yozda o'tirgani o'zingizga bitta joy. Xo'p, mana asosiy sahnani qarang, chiroyliligini qarang. Aylana atrofi shunaqa machasiga uy qilingan. O'rtaga mana ziloniy zonaga joy ajratishgan. To'rt burchak, chorsi joy. 6 sotixli Vatstroyda. Xo'p, asosiy darvozadan kirishimizda mana o'ng qo'ldagi xonalarga kirsak, mana kirishimizga terrasa qilib, bitta xona hisobida. Mehmonimiz bo'lsa, qancha mehmoningiz bo'lsa sig'adi. Xo'p, keldik, kirishimizda to'g'rida bitta xonasi, bitta xonadon egalari borligi uchun olalmadi videoga. Undan keyingisi bitta span. O'zini ichida bir uy, bir dahliz qilib solingan. Buni ichida kichikroq qilib o'zlari sanuzel qilib olishgan. Bitta sanuzel, bitta kelin-kuyovga yaxshi joy. Bitta bunisi ham spanli qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana bu kaminni pechkalarini qo'yib qo'yilgan. Buni ichida o'zini bitta spanlisi bor, ichida sanuzeli ham bor. Xo'p, mana yerdan o'zini ikkinchi qavatga ko'tarilishi zina qilib qo'yilgan. Bu yerdan ikkinchi qavatga ko'tarilsa ham bo'ladi. Xonadonimizdan chiqishimizga bu yerda yana bitta sanuzelli spanli qilib olsangiz ham bo'ladi. Yonida mana o'zini sanuzeli bilan birga. Remontlarini endi o'zingiz vkusiga qarab moslab olasiz. Xo'p, chiqishimizga bunisi tashqi tomoni hojatxonasi, mana bunisi bitta qo'yxona qilib qo'yishdi. Yopiq qo'yxona, qishki qo'yxona qilsa ham bo'ladi. Endi bularni o'zlari hozirgi kunda ishxona o'rnida foydalanishyapti. Bu yerdan bitta uy, bir dahliz. Mana oshxonani qarang, kuxni mebellari tayyor. Ovqatingizni qilib, yonida ovqatlanib o'tirgani joyi ham bor. Oshxonasi ham katta, kengina. Hamma sharoitlarga ega. Eng asosiysi bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Manzilimiz Vatstroyda, bu birinchi masjidning ro'parasida 6 sotixli 4 burchak chorsi joy. 13 ta xonasi bor, 3 ta sanuzel bor, tashqi tomondan ham hojatxonasi bor. Plus oshxonalarigacha ega. Hamma shart-sharoitlari bor. Remontlarni o'zingiz vkusiga qarab bitta moslab olasiz. Narxini 105 mingga baholandi. Endi kelib yana bitta ko'rib ko'rasiz. Sizga yoqadigan joyi bo'lsa, narxini arzon qilib, narxidan tushib beradigan joyi bor.